Assalomu alaykum, Maliya Sulton 322 haqliq taom pishiriq salonidagi barliq azizlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganimiz baklava. Baklavaning xamiri uchun ketadigan materiallar 150 gram qitiq, 170 gram eritib ilingan seriq may, 2 dan tuxumning seriqi, 8 gramdan 10 gramgacha soda. Muvafiq miqdorda un. Mushlarni aralashtirib xamir yig'irmiz xonimlar. Bu ishlar menning xamirdek bo'ldi. Unning miqdorini men xamirni yig'irib deb beraman. Bundan başqa 6 dan tuxumning iqi bilan 150 gram şekerni köptürüş maşinimizde köptürüp rishalalab keltirimiz xonimlar. Buni xamirning orasiga surish uchun ishlatamiz. Undan başqa yana xamirning orasiga oladiganga mavi xil yemiş, başqa yilqi ko'k yemişlarni ishlatsanlar bo'ldi. Aptavi yemiş, urug' yo'q buniki. Anadagi shokolad qirindisi, undan başqa muvafiq miqdordagi yong'oq. Baqaliga to'g'ragandek to'g'risak bo'ldi xonimlar. Yong'oq meg'izi bundan ko'proq ketadi hujum. Oldi bilan xamirni yig'ish bosqichiga o'taylik. Xanım qızlar aldı bilan desimizga quruq tasqa qetiqni quyib oldim. Ondan sodani salamiz. Sodani silib toza buni obda ilashtiramiz xonimlar. Bilan turg'izsanlar bu ko'pidi xonimlar. Sodani kim qetiqni ko'ptirish yo'li bor. Mana qarsanlar bu jildab ko'pga holat keldi. Endi buningga ichkidan tuxumning seriq mayni to'kib, unni ozdan silib xonimlar endi xamir yig'iramiz. Men ko'pga olgan to'donama. Sodani ko'ptirish yo'li bor. Buningga endi ozdan unni siliblar xamir yig'ilsak bo'ldi. Bismillah. Unni men qanchalik ketganini xamir yig'irib deb beraman. Mana xonim qizlar, xamirimiz mana shunda bo'shliq xamir bo'ldi. Bu materialga jami 410 gram un ketdi xonimlar. Demak 400 gramdan 410 gramgacha un ishlatsanlar bo'ldi ekan. Endi mashg'ulotimiz, chunki bu baklava 4 qavat bo'ldi. Mushu zuvulini biz 4 zuvulga ayiramiz. 4 zuvulga ayirib, zuvul tutib 10-15 minut tindirsak bo'ldi. Bu oraliqda tuxumning iqi bilan shakarni ko'ptirish mashinamizda ko'ptirib olamiz. Mana xonimlar, bu xamirimizni o'xshash 4 dona zuvulga ayirdik. Taxminan 212 gramdan ayrildi xonimlar. Endi buni xonim qizlar mana tuxumning iqi bilan shakarni ko'ptirib ham işte qattiq holatga ko'ptirib oldik. Buni 3 ga bo'lamiz xonimlar. Mana har bir parcha xamirimizni ham mushallat yoyimiz, lisni maylab, lisqamishda joylashtirib olgandan keyin cho'risga ortiq yerini kesib etib, shu rishalimizni tek kishi yeyitib chiqamiz xonimlar. 3 dan 1 qismini jumur, chunki 4 qavat bo'ldi, 3 qavatiga hamshda rishali keldi emasmi? Tek kishi yeysak bo'ladi. Mana xonim qizlar, mana rishalni tek kishi ishda berib olgandan keyin buning ustiga yong'oq meg'izini sepamiz xonimlar. Yong'oq meg'izini o'zingizlar yaxshi ko'rgan holatda sepsanglar bo'ldi. Jiqroq sepganlar bo'lsa, jiqroq sepsanglar bo'ladi. Buni tek kishi sepib qo'ygandan keyin anandan keyin buningga endi yemishni sepamiz. Mana yemishni sepdik. Yemishni sepib qo'ygandan keyin o'zingizlarning yaxshi ko'rishiga asosan qora shokoladni sepamiz. Endi ikkinchi xamirni yeyib, shuning ustiga yepib, o'xshash shaklda yana rishal surib, yana shunday qiymalarni chechib qilamiz. Mana xonimlar 3 qavatning orasiga rishal elib, yong'oq meg'iz chechib, uzum shokoladlarni chechib bo'lgandan keyingi oltim shu jami 3 qavat bo'lib bo'ldi. Ya'ni 3 qavat xamir yepilib bo'ldi. Endi eng ustiga yana bir qavat xamirni yepib olsak bo'ldi. Mana xonim qizlar, eng ustidagi qavatini yepib buni tayyor qildik. Men to'pisi ortiq yerlar chiqib ketgan bo'lsa, cho'risda kesib tekshirib olsak bo'ldi xonimlar. Endi buning ustiga shu kesib olamiz xonimlar. Mushta chiroyli holatda romb shaklida bunda. Mana xonim qizlar, butunlay yontu shaklda iz chiqarib oldim. Tek o'tkazatmaysizlar-mi xonimlar? Mushta iz chiqarib olsanglar bo'ldi. Endi tik shaklda chiqaramiz. Tüp-tüz shaklda mushta chiqarsanlar bu romb shaklda kesilgan bo'ldi. Mana xonimlar, tik shaklda endi kesib olgandan keyin tuxumning serig'ini obdan aralashtirib jipalat bo'lib qolmoqda. Tek kishi surib chiqamiz jumi xonimlar. Mush tuxumning serig'ini surishga bek diqqat qilaylik. Bek chiroyli surimiz. Tek kishi qizirish kerak. Xonim qizlar, mana baklavaning har bir kesikning ustiga yong'oq meg'izini, bir parcha yong'oq meg'izini 4 ga bo'ldim. Chunki men kesikni kichik kesdim. Agar kesikni cho'ng kessanglar, butun yong'oq meg'iz qo'ysanglar bo'ldi. Ammo kesikning cho'ng kichikligiga asosan qilsanglar bo'ldi xonimlar. Bugungi mallisniki hajmi bir qadar cho'ng. Agar oyida qilib qolsanglar, do'xib qilsanglarning ahvoliga asosan o'lchamni kichikiltib qilsanglar bo'ladi. Buni ham oldin qizdirilgan duxovkada men 160-150 gradusda 35 minut atrofida pishiraman, qizartib pishirib olaman. Sizlar uyinglardagi duxovkaning ahvoliga asosan qilsanglar bo'ldi. Xonim qizlar, mana baklavamizni shunday chiroyli pishib chiqdi xonimlar. Orasi qarsanglar bilalaysizlar, buni his qila olasizlar. Orasi shunchalik iniq, bek chiroyli, shokoladlari shunchalik tetibdi xonimlar buniki.